Taqlid uchun yana bir bor qiziqarli mashq kelinglar. Hammamizda skoch bo'ladi. Oddiy skoch bo'lishi mumkin, rangli bo'lishi mumkin. Oldindan kesib tayyorlab qo'yamiz, stolga yopishtirib va aytamiz, buni qil. Bolaga bu juda qiziqarli bo'ladi. Buni yechish ham taktil ощущениялар rivojlanadi. Ya'ni taktilni stimulyatsiyasi yaxshi bo'ladi bolada. Chunki bu yopishadi, bola olishga harakat qiladi, shunaqasiga melki kichkina motorikasi ham rivojlanadi va bola orqamizdan takrorlaydi. Skoch bilan oddiy, juda zo'r. Xo'p, keyingisi xuddi shunaqa skochni koptokka o'rashimiz mumkin va koptokni ochish kerak bola. Mana bunaqasiga ochadi. Bola e'tibori bu yerda bo'ladi va shu yerda bo'lgani sababli ham bizga ko'proq qaraydi va bajarishga intiladi. Xo'p, buni olib tashlaymiz. Xuddi shunaqa taktil melki motorika rivojlangan ravishda. Keyin esa stakanchikka abamehr deb yozilgan stakanchikka skochni mana bunaqasiga tepa yopishadigan taraf bilan bog'laymiz. Bu skoch bilan nima qilish mumkin? Demak, oddiy narsa bu koptokni tiq etib yopishtiramiz va solamiz. Yana ketdi. Bola uchun juda qiziqarli mashq. Har bitta koptokni yopishtirib, joy-joyiga solamiz.